Dushanbadan tayyor turing. Hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabar va yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 29-dekabr dushanba kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi yomg'ir yog'adi, kunduz yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6-8 daraja iliq, kunduzi 15-17 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-8 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-8 daraja iliq bo'ladi. Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-8 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-8 daraja iliq bo'ladi. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechki tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-8 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-8 daraja iliq bo'ladi. Sirdaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-8 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-8 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 6-11 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6-11 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 9-14 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi.